Assalomu alaykum akustik kuzatuvchilari. Biz o'z akustik xodimlari o'rtasida aynan bilimlar sinovi o'tkazganmiz. Ya'ni biz har yili ma'lum bir vaqt ichida o'z xodimlarimizni sinab boramiz. Buning uchun ularda 50 ta test o'tkazilgan va buni g'oliblarini aniqlaganmiz. Hozir sizlarning qarshingizda bu g'oliblarga o'z sovg'alarini jo'natamiz. Bu test natijalari bo'yicha aynan ular to'plagan ballar va tezlik, qanchalik tez bu javoblar topganliklari inobatga olingan. Shunga ko'ra 3-o'rin bizda o'z ishxonasini yaxshi ko'ruvchi xodimlaridan biri Navoiy viloyati Shavkat Mirzayevga nasib qildi. Ushbu sovg'ani biz jo'natamiz. Qabul qilib olasiz Shavkat aka. 2-o'rin bizda eng yaxshi yosh jonkuyar, ya'ni rivojlanmay qolgan magazinlarimizni rivojlantiruvchi xodimlarimizdan biri desant xodimimiz Saidov Shohjahonga nasib qildi. Uni yo'l pollarda shu quvvati tugab qolmasligi uchun unga aynan kompaniya tomonidan powerbank sovg'a qilingan. Shohjahon, qabul qilib olasiz. Bizda eng tez va eng hamma test savollariga to'g'ri javob bergan xodimimiz ya'ni Allayar Sharapovga nasib etdi. Bu juda ham kofeni yaxshi ko'ruvchi xodimlarimizdan bo'lib, aynan unga o'zi xohlagan sovg'a nasib qildi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Akustik xodimlari sizlar uchun o'z bilimlarini oshirishda davom etadi. Sog' bo'linglar.